Zor mag'lubiyat. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20 asrdagi kommunizmning gullanishi va halokati. 18-bob kommunizmning taraqqiy qilgan davlatlar bilan siyosiyda ado-judo bo'lishi. 1-qism. Nazriya jihatdan aytganda, kommunizm taraqqiy qilgan davlatlarda muvaffaqiyat qozondi. An'anaviy marksizm ta'limotiga asoslanganda sanoatlashgan jamiyatning ichki qismidagi kapitalizm krizisining tarixiy muqarrar natijasi bo'lish sifati bilan sotsializm inqilobiy taraqqiy qilgan davlatlarda yuz berish kerak. 1961-yili Sovet ittifoqi kompartiyasi yangi tuzgan partiya nizomnomasida kapitalizm yuqori pallaga yetdi, saqlanğal bo'lmaydigan parchalanish musofasiga tushdi hamda umumiy krizisga qarab mangdi deb jakarladi. Sovet ittifoqining bu partiya nizomnomasi aniq hamda konkret edi. Nizomnomada bargan sir ko'plagan davlatlar kapitalizmdan yiroqlashdi. Jahongirlik sotsializm bilan bo'lgan iqtisodiy raqobatdagi istiqomi ojizlashdi. Jahongirlikning mustamlikachilik sistemasi parchalanishi, davlat monopol kapitalizmi va millatarizining taraqqiyoti orqali kelgan jahongirlikning ziddiyatining o'tkirlishi, kapitalizmning ishlab chiqarish kuchlaridan foydalanishda kun sari iqtidorsizlashishi, ya'ni ishlab chiqarish taraqqiyotidagi to'van surat, davriylik krizisi, ishlab chiqarish aslahalarida ish boshlashning kamchil bo'lishi, doimliq ishsizlikni ifoda qilgan kapitalizmning ichki qismidagi muqimsizligi va cheriklikning kuchayishi, emgak va kapitalizm orasidagi kurashning keskinlashishi, dunyo kapitalizm iqtisodidagi har xil ziddiyatlarning shiddat bilan o'tkirlashishi, har qaysi taraflardagi siyosiy aksiyatchilikning misli ko'rilmagan darajada kuchayishi, burjuaziya erkinligining to'silishi, bir qator davlatlarda fashist zo'ravon hokimiyatlarning qurilishi, burjuaziyadagi siyosiy va ideologiyaning cho'nqur krizisi qatorliqlarning hammasi kapitalizmdagi umumiy krizisning ifodasi deb ko'rsatilgan edi. Yuqorqi tahlillar xato bo'lib qolmasdan 20-asrning oxirida tubdan o'xshamaydigan nuqtai nazar kishilarning oldida paydo bo'ldi. Davlat qancha taraqqiy qilsa, shu davlatning kommunistik partiyasi siyosiyda so'g'uq muomalaga uchraydi. Bu kommunizm bilan tarixiy reallikning eng cho'ng to'qinishi. Bir tarafdan kommunizm g'alabaga erishish oldin mo'ljallangan joyda mag'lub bo'ldi. Yana bir tarafdan kommunizmning nazariyasiga asosan kommunizmning tarixiy sharoiti pishib yetilmagan joylarda g'alaba qildi. Albatta bu xil g'alaba faqat hokimiyatga erishishda ifodalandi. Bu benormal ahvol kommunizm insoniyat tarixining cho'qqisiga chiqdi, insoniyatning kelgusiga vakillik qilmoqda, kommunizmning muqarrar g'albisi insoniyatning olg'a besishidan derak bermoqda degan nazariyaviy javhirini talto'kis og'dirib tashladi. Amaliyotda jamiyat taraqqiyoti osti bo'lgan Sovet ittifoqida kommunizm umumyuzlik mag'lub bo'ldi. Ko'proq taraqqiy qilgan davlatlarda kommunizmning ijtimoiy iqtisod kasallarini davolaydigan shifoliq dori emasligi barg'ansir ro'shanlashdi. Bu ahvollar kommunizm ta'limotining vaqti o'tganligini tushuntirib berdi. Shunga 20-asr kommunizmning asri bo'la olmadi. Kommunizmning cho'ng ixchamlash nazariyasi taraqqiy qilgan davlatlar jamiyatining qurilmasidagi barliq murakkab omillarni o'ylashmagan. Marksning ishchilar proletariatlari jamiyatning turki ekanligiga aloqador vaqti o'tgan nazariyasi taraqqiy qilgan davlatlar jamiyatining qurilmasining amaliyatiga mos kelmaydi.
kommunizm nazariyasi yuqori fan texnika barliqqa keltirgan ijobiy natijadan foydalanib, ijtimoiy siyosat tuzib chiqish jihatdami yetakchi ahamiyatini yo'qotdi. Buningdan sirt Lenin va Stalinning marksizmni burmilishi, Marksning nazariyasini qilcha hayotiy kuchi yo'q dogmaga aylantirib qo'ydi. Bu dogmachilik ularning o'z beshimchi mustabid hokimiyat qurishni maxsus oqlash orqali marksizmni yanama ilgirlab, qatmallashtirib, o'zgarayotgan ahvollarga moslasholmaydigan qilib qo'ydi. Demokratiya yo'liga qo'yilgan g'arb davlatlarida saylam oshkora bas munozirni asos qiladi. Shunga kommunizm o'zining hozirgi zamon jamiyati bilan qat'iy sig'isholmaydigan obrazni yo'shirib qilishga amalsiz. Hatto Sovet ittifoqi hukumatining bayonotchisi yaqinda 20-asrdagi kommunizmning zavolliqqa yuzlanganligini his qildi. Moskva Xalqaro ishchilar harakati tadqiqot organining tadqiqotchisi E. Plimak 1987 yilning o'ttirsida Nopozliq Sovet ittifoqi falsafa jurnali Falsafa masalalar jurnalida bu nuqta haqida hatto pat yaqindala kommunistlar yana 20-asr sotsializm dunyoviy g'albini qo'lga keltiradigan asr ekanligiga ishonadi. Bu nishon bakli yiroqda qoldi. Masala bizning kapitalizmning yangi ahvolga moslashish iqtidorini to'van chaqlab qolganligimizda biz sotsializmning tarqalish suratini ziyoda yuqori mo'ljallayotganligimizda degan intayin to'g'ri qarashni o'ttirg'a qo'ydi. Ilgir tilg'algan Sovet ittifoqi obzorchisi Bovin sotsializm muqarrar tarixiy g'albaga erishdi degan umidvor hukmning bo'g'ishidan halqib chiqib, qilchim yo'shirib o'ltirmay, pilimoqqa yondash qilib, taraqqiy qilgan kapitalizm davlatida sotsializm qurishning kelgusi yo'q deyarlik dedi. Reallik haqiqatan shundoq. Shimoliy Amerikada kommunizm siyosiy harakat hisoblanmaydi. Mayli Amerika yoki Kanadaning siyosiy turmushida bo'lsin, kommunizm faqatla arzimas, adab axloqqa yotmaydigan, qilch ko'zga cheliqmaydigan mazhabdir. Kommunizm harakatining yuz berdiganligi haqida hech qanday asos yo'q edi. Amaliyotda cho'ng iqtisodiy kasatchilik mezgildimi, kapitalizm tuzumi krizisga petib qolgandimi, ommaning kapitalizm tuzumiga bo'lgan noroziligi yuqori pallaga yetgandimi? Kommunizm harakati ommaning kommunizmga bo'lgan qizg'inligini qo'zg'ay olmadi. Hozirgi mavjud tuzilma ijodiy siyosat qo'llanib, Amerikaning yangi siyosati va Kanadaning o'xshab ketadigan tadbiri orqali kommunizmning ommaga bo'lgan ta'sirini chekladi va yo'qotdi. Ommaviy jamoat fikrimi marksizm leninizmning ijtimoiy va texnik yengilishida oldingi qatordagi davlatlarga foydasi yo'qligini oqilonlik bilan his qildi. Kommunizmning Yaponiyadagi kishini umidsizlantiradigan qiyinchiligi o'xshashli nihoyat foydali. Yaponiyadagi ahvoli kommunizmga bo'lgan tarixiy xarakterlik zarba bo'ldi. Yaponiya Amerikadan keyin sanoat davri bilan xo'shlashib, elektron texnikasi davriga kirdi. Kommunizm aslida Yaponiyada muvaffaqiyat qozonishi kerak edi. Amaliyotda kommunizmning Yaponiyada aslida nihoyat yaxshi muvaffaqiyat fursati bor edi. Yaponiya urush vaqtida ig'ir jarohatga uchirdi. Urush bu davlatning qad ko'tarish musofasining sanoat davrida portilgan, urushdan keyingi iqtisodining asli kelish davri g'oyat zo'r ishchilar sinfini borliqqa keltirdi. Yaponiya bilan Amerikaning harbiy to'qinishi aslida ikki davlat orasidagi dushmanlik kayfiyatini keltirib chiqarishi, bu kayfiyat yana kommunizm ideologiyasini tarqitishga osonla foydalanib ketishi kerak edi. Yana bir amalimo nihoyat muhim. Ya'ni Yaponiyaning yadro qurolidan bezor bo'lishi bo'lib, bu xil bezorlikdan taktik jihatda foydalanishga bo'ladi. Tarixiy nuqtadan qaraganda tushunishga bo'ladi.
Yaponiyaning bu psixik holati Yaponiya Kompartiyasining milliy hissiyotini quturtishiga cho'ng fursat yaratib berdi. Yaponiya partiyasi garchi obyektiv va subyektiv jihatlarda foydali shartlarga ega bo'lsa-mu, ammo saylamda erishgan belati urushdan keyingi butkul davrda umumiy belat sonining 10%dan eshib baqqan emas. 1949-yildagi Töven palata saylamida Yaponiya Kompartiyasi birinchi qitim 10% belatga erishgan. Gerçi partiya haqqı tapşırdıgan rasmiy partiya a'zolarining soni eshib, partiya a'zolarining umum soni 1961-yildagi 87 mingdan 1985-yildagi 465 mingga yetgan bo'lsa-mu, ammo Yaponiya Kompartiyasi saylamda erishgan bilet soni başdan oxir 1949-yildagi saviyani saqlab keldi. Bilet soni eng ko'p bo'lgan yil 1972 yil bo'lib, umumiy bilet sonining 10.9%ni egillagan. Eng yaqindagi 1986 yillik Töven palata saylamida Yaponiya Kompartiyasi egillagan saylam belati nisbatan tövənləb 8.8% bo'lgan. Buningdan sırt erishgan bilet soni az bo'lsa-mu, bu biletga Yaponiya kommunizmi va millatchiligini birlashtirib, Amerikaga qarshi kayfiyatni quturtib, Yaponiya Kompartiyasining mustaqilligini qayta ta'kidlash, Sovet ittifoqi va Jungo Kompartiyasining iskanchisiga uchirmaydiganligini ta'kidlash qatorliq tirishchanliklarga tayinib erishgan. Yaponiya Kompartiyasi yana Sovet ittifoqi Jungo Kompartiyasining zo'magarlik qilganligini shikoyat qildi hamda munosabatini bir mahal uzdi. Yaponiya Kompartiyasi davlat ichida qo'llashni qo'lga keltirish uchun hokimiyat yurgizayotgan Sovet Kompartiyasi Jungo Kompartiyasining mustabidligini kuchining boricha tanqid qildi. Bir vaqtda o'zini g'arbchi sotsial demokratlar partiyasidagilar va tinchlikparvarlar qiyofatidan namoyon qilmoqchi bo'ldi. Amaliyotda ular erishgan 10% saylam belati kommunizm nazariyasining boshqa bir tarmoqini qurish orqali erishgan. Ularning Sovet Kompartiyasi Jungo Kompartiyasiga qaratgan hujumi Yaponiya ommasining yana ilgirlab kommunizm bo'lsa tuzilmadagi bir mag'lubiyat deb qarshini keltirib chiqardi. Sovet ittifoqini qattiq g'azablantirgani Yaponiya kommunistlari hatto Yaponiyaning shimolidagi orollarni qaytarib olishdek millatchilik talbiga ovoz qo'shdi. Bu orollarni 2. Dunyo urushidan keyin izchil Sovet ittifoqi ishg'ol qilib kelyotdi. Buningdan sırt Yaponiya kommunistlari hatto nisbatan mutaassib Yaponiya hukumatidan yiroqqa uzab ketgan bo'lib, ular Hokkaydoga yaqin 4 orolni qaytarib olishni talab qilib qolmay, yana butkul Kuril taqim orollarini qaytarib olishni talab qildi. Mazkur taqim orol San Fransisko shartnomasiga asosan Sovet ittifoqiga rasmiy bo'lib berilgan. Yaponiya Kompartiyasining organ gazeti Qizil bayroq gazeti 1986 yili 5-oyning 26 kuni tuz hamda ehtiyotjon millatchilik so'zlari bilan qarshini o'tirib qo'yib, bu orollar tarixda Yaponiyaning zimini edi. Sovet ittifoqining ishg'oliyati ilmiy sotsializmning prinsipiga xiloflik qildi. Bu orollarni darhol qaytarib berishini talab qilish xalqaroliq haqqoniyatga uyg'un dedi. Kommunizmning Yaponiyadagi mag'lubiyati fursatni ching tutib, Yaponiyaning urushda buzg'unchilikqa uchirganligi va Amerika Yaponiya orasidagi saqlang'ili bo'lmaydigan murakkab munosabatdan foydalanmaganlikdan sirt, ehtimol yana texmi chunqur bo'lgan Yaponiya Kompartiyasini texmi ansizlik sog'an tövendagi ahvollarga bog'liq bo'lishi mumkin. Yaponiya va Amerika asosiy jihatdan o'xshash bo'lib, 20-asrning 70-yillari butun dunyoning zamonaviylashish musofisining oldingi qatorida turib o'tadi.
pən texnikaning ilgirlishida oldingi qatorda turib qolmay yana bu ilgirlashning muqarrar natijasi bo'lgan jamiyat ehtiyoji jihatdimi oldingi qatorda turadi. Yaponiyaning pən texnika jihati ilgirlishi va jamiyat taraqqiyoti shaxsiy mulkchilikni, erkin korxonalarni, ko'p partiyalik tuzum va korxonalar tijoratidagi prinsiplarni qo'g'dashni asos qilgan. Bu prinsiplar nurg'un jihatda marksizmning kapitalizmga qaratgan eng qattiq tanqidlarni markazlik gavdalantirdi. Yaponiyaning iqtisodiy tuzumi iqtisodni muvaffaqiyatga erishtirib qolmasdan xalqning zo'r qo'llashiga erishdi hamda yengilashning ulgisini tikladi. Hatto Sovet Jungo Kompartiyasi rahbarlarining maqtishiga sazovor bo'ldi. Ular Yaponiya nurg'un jihatlarda o'rganishga arziydi deb qardi. Bundaq qilsa, marksizmning asosiy nazariyasini muqarrar tavirtib qo'ydi. Chunki bu kommunizmning vaqti o'tdi degan yo'shirin uchurni bildirdi. Agar kommunizmning Amerika va Yaponiyadagi mag'lubiyati kommunizm ideologiyasiga sodiq kishilarni g'oyat zo'r mushkulotga uchirtdi desak, undaqda G'arbiy Yevropadagi mag'lubiyati kommunizm nazariyasiga texmi zo'r azob keltirdi. Marksizmning aqidasiga asoslanganda kommunizm aslida kommunizm nazariyasi borliqqa kelgan manba va taraqqiy qilgan joyda hamda marksizm inqilobi tarixiy sharoitda pishib yetilgan joyda siyosiy jihatda muvaffaqiyatga erishishi kerak edi. Kommunizmga sodiq muridlar ehtimol kommunizmning Amerika Yaponiyadagi mag'lubiyatini ikki davlatning alohida davlat ahvoliga ortib qo'yishi hamda kommunizm nazariyasini bu ikki davlatga mos kelmaydi deb qarash mumkin. Ular yana ehtimol Rossiyaning pishib yetilmagan proletariat inqilobining muvaffaqiyatini bolsheviklarning taktikasiga bog'lab, ya'ni jahongirlik zanjirining eng ojiz halqasidan yo'chiq ichib, Stalinning bir davlatda sotsializm qurish irodasi orqali kommunizmning mustahkamlanganligidan deb qarash mumkin. Ammo sotsializm jamiyatining qurilishi oldi bilan G'arbiy Yevropadan boshlanishi kerak. Chunki G'arbiy Yevropa kapitalizm sanoatlashishidagi tipik rayon hamda kapitalizmning saqlang'ili bo'lmaydigan ajallik ziddiyatlarning darisi edi. Lekin 20 asrning oxiriga kelganda kommunizm vaqti o'tgan jamiyat taraqqiyoti programmasi bo'lib qolmay yana siyosiy jihatdami o'sal holatda turdi. Bu ahvol bir qism davlatlarda nihoyatda gavdalik ifodalandi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin bu davlatlardagi kompartiyalarning aslida ikkinchi qatimliq fursati va qudratlik hayotiy kuchi bor bo'lib, hokimiyat beshiga chiqa oladi. Italiya, Fransiya va Liberiya yerim orolida fashist o'ngchilar bilan kurash qilish davomida ko'rilgan siyosiy nazariyadagi ikki qutbga bo'linish vaziyati aslida kurashchanligi eng kuchli so'lchil kuchlarga foydali edi. Bu davlatlarda kapitalizm sanoatlashish musofasini tex tamomlamagan bo'lib, bu proletariat kuchlarining zo'rayishiga foydali edi. Mazkur sinfning sinfiy tuyg'usi barg'ansi yuqorilagan bo'lib, siyosiy jihatda Sovet ittifoqining ilhomlantirishiga uchragan. Bu davlatlarda ziyolilar qatlami norozi holatda bo'lib, madaniyat jihatda Amerika qarshi kayfiyatning ta'siriga uchragan. Marksizmga hech bo'lmaganda yaxshi ta'siroti bor hamda nurg'un ahvollarda, hatto ziyolilarning qizg'inligida marksizmni qabul qildi. Bundaq ijtimoiy arqa ko'rinish, ijtimoiy sharoit va fursat marksizm nazariyasining tarqilishiga eng foydali deyishga bo'ladi. Lekin kommunistik partiyalar bu davlatlarda o'xshashla siyosiy mag'lubiyatga uchirdi. Italiyada kompartiya urush oxirlashgan dastlabki mezgilda shuhrati nihoyatda ustun bo'lib, butun mamlakatdagi ikkinchi cho'ng partiya bo'lib qolgan.
güllangan mezgilda butkul saylam ommasining 3dan 1 qismidan ko'p biletga erishgan. 70 yillarning o'ttiriga kelganda bu partiya agar oldiga hokimiyat yurgizsa, hech bo'lmaganda boshqa partiyalar bilan birlashib hokimiyat yurgizsa bo'ladi. İtaliya Kompartiyasi nisbatan madaniyatlik hamda mo'tadil kommunizmga vakillik qilib, ijtimoiy va iqtisodiy sharoit pishib yetilganda nazariya va siyosiy jihatdan hokimiyat yurgizish saviyasiga yetalaydi. Davomi bor.